Bu safargi video darsimiz Независимый распределитель, ya'ni mustaqil ajratgich haqida bo'ladi. Schneider Electric firmasining APD tipi turdagi GV2 markali 3 qutbli avtomatini Независимый распределитель, ya'ni mustaqil ajratgichi misolida ko'rish mumkin. S1, S2 yozilgan, mana chulg'amlari. S1 ga fazasimi, S2 ga 0 sim ulangan. Sxemasini ham ko'rish mumkin. S1, S2 o'rtada cho'lg'am, ichida kontakt ko'rsatib o'tilgan. Shu orqali ham bilish mumkin uni ishlanish bergandan kontaktni uzish uning vazifasi. Yon tomonni start stop knopkani bosish orqali mexanizmning harakatini ko'rish mumkin. Biz hozir start knopkasini bosib, shu mexanizm qismini bossak, bizda start knopkasi chiqib, stop holatiga keladi. Mana ko'rish mumkin. Yana bu mustaqil ajratgichimiz ichida elektromagnit bor. Unga qo'shilgan richak qismi avtomatimiz mexanizmini tortish orqali uni uzib qo'yadi. 220 volt kuchlanish berdik. Uni uzib qo'yayotgan holatini ko'rish mumkin. Odatda bu mustaqil ajratgichlarimiz ikkita turi mavjud. Bittasi mana yoniga qotiriladigan qismi, alohida qo'shiladigan, komplektda keladigan qismi bo'ladigan bo'lsa, keyingi varianti bizda avtomatimiz ichida joylashgan bo'ladi. U A tipdagi, AY tipdagi avtomatlarimizda ichida joylashgan bo'ladi. Bitta yoki ikkita 220 volt kuchlanishga, 127 volt kuchlanishga mo'ljallangan turlari mavjud. Neft gaz sohasida, kon sohasida ishlatiladi. Ya'ni neytral izolyatsiyalangan tok sizib chiqishi holati vujudga kelganda asosiy avtomatni o'chirish uchun. Ya'ni katta gabaritli kuch avtomatlari siloviy avtomat deyiladi. Endi hozir buni ikkinchi turlari RN47 bo'ladi. Masalan, V4729 tipdagi mana IEK brendida ko'rish mumkin. Uni yon tomonda qopqog'i bor. Mana bu. Mana shu joyda Независимый распределитель mexanizmi ulanadigan joyi. Ya'ni avtomatimiz mexanizmi ana o'sha tomonga borib, surilib avtomatga o'tishga sababchi bo'ladi. Bu turdagi avtomatlar 1 qutbli, 2, 3 va 4 qutbli avtomatlarda ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Endi buni qo'llanish sohasiga keladigan bo'lsak, bittasi masalan ventilyatsiya tizimi. Ventilyatsiya tizimi aytaylik shamollatish. Agar yong'in chiqqan holatlarda pojarniy signalizatsiya, ya'ni yong'in xavfsizligi jihozidan bu avtomatimiz raspedeliga, ya'ni ajratgichiga kuchlanish keladi va o'chiradi ventilyatsiyani. Aks holda shamol hisobiga yong'in yanada kuchayishi mumkin. Mana shuni oldini olish uchun avariya holatlarida ventilyatsiya tizimini o'chirish uchun ishlatiladi. Ikkinchi holatiga kelsak, masalan konveyer liniyalarida konveyer ishlab turibdi, dvigateli. Aytaylik, konveyer liniyasida bir avariya holat kuzatiladigan bo'lsa, lentasi yirtilish holati yoki boshqa sabablar kuzatilganda, darhol knopkani bosish orqali dvigatelni o'chirib qo'yish mumkin. Uchinchi holatlari elektr hisoblagichlarda bir fazalilarda ichida relesi bor. Iste'molchining aytaylik mablag'i tugagan holatda uni tarmoqdan o'zib qo'yadi. 3 fazali elektr hisoblagichlarda esa u ichidagi reles orqali mana shunday mustaqil ajratgichga kuchlanish berish orqali asosiy avtomatni o'chirish hisobiga uni ajratib qo'yadi. Demak, birinchisi ventilyatsiya tizimi, ikkinchisi konveyerlarda ishlatilishi mumkin. Uchinchi soha, ya'ni bizda iste'molchini mablag' tugagan holatda tarmoqdan ajratish uchun ishlatiladigan bo'lsa, to'rtinchisi holati. To'rtinchisi bizda burg'ulash mashinalari, ekskavatorlarda tok sizish relesi, relay o'techka bilan birgalikda ishlatiladi. Ya'ni kabel izolyatsiyasi yoki elektrodvigatel izolyatsiyasi bo'lsin, istalgan elektr qurilma bo'lsin, izolyatsiyasi buzilib, tok sizish hosil bo'lib, yong'in holati kelishi mumkin bo'lgan paytda relay o'techkadan, ya'ni tok sizish relesidan bu ajratgichimizga kuchlanish keladi 220 va asosiy avtomatimiz 400 amperlik bo'lishi mumkin, 630 amperlik bo'lishi mumkin. Bu avtomatni o'chirish orqali avariya oldi olinadi. Yong'in oldi olinadi. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin.